harbiy xizmatni orzu qilmagan odam munofiq degan. Domla, hozir siz qarorgoh mashvaratida turib, bizni o'sha sarhadlarimizni himoya qilayotgan harbiylarimizga, yurt o'g'lonlariga shu qalblarida muhrlanib qoladigan eng bir muhim da'vatni aytishingizni istardim. Bu endi doim orzu qilib kelgan narsalarimizdan o'zi har bitta O'zbekiston fuqarosi harbiy bo'lishni orzu qilish kerak. Ya'ni biz orzu qilgan narsaga erishgan kishilar bular. Ya'ni ular biz yetolmay turgan narsaga erishgan. Biz endi albatta urush bo'lishini xohlamaymiz, orzu qilmaymiz, lekin Xudo ko'rsatmasin, qaysidir bosqinchi taraf bizga hujum qilib qolsa, biz ham harbiylikka tayyor turishimiz kerak. O'zi aslida harbiylik bu tinchlikning kafolati. Kafolat. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, aynan mana shu nuqtada. Shunga o'xshagan mavzuga tegishli harbiy xizmatni orzu qilmagan odam munofiq degan. Musulmon odam harbiy xizmatni orzu qiladi. Ana bu qalblarga muhrlab oladigan gap bo'ldi.